dedim. Yur. Jonimga ham deb ketding shun kampir. Ovqatingni yemaysanmi hozir o'g'lingga kelsa meni yomonlaysan og'zingni ko'pirtirib. Yur dedim. Ey! Bu nima muomala onamga? Ha? Xali, dadasi siz ishdan uxlay kelibsizmi? Nima qilyapsan deb sendan so'rayapman. Bu nima muomala? Ha? Haligi Oyjonni ovqatga chaqirayotgandi. Chaqiradimi ovqatga? Bolam, qornim ochdi, ovqat yeyman. Oyjon shunga ovqat ezib beryapman-ku. Ey, kasal odamga ham shunaqa qilib ovqat beradimi? Ha? Nima qilyapsiz? Bo'g'ib o'ldirib qo'yaymi seni? Qanaqa beradi unda ovqatni? O'rgating o'zingiz. O'taqaylama, bu narsa qilib qo'yaman hozir. Bor. Yo'qol bo'tda. Uyni bo'shat, ko'zimga ko'rinma. Meni onamga qarolmaydigan ayolni keragi yo'q menga. Yo'qol. Agar zamon ko'targanda o'zim bilardim o'zsa nima qilishni. O'g'lim, xotin haydama, menga kim qaraydi? Likey